Yoshmiz dilimizda ezgu bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shah bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shah bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari bolalikdan asob otni egallab doim zafar quchgan Temur bobomiz 12 yoshidan taxtni egallab yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz. 9 yoshda Qur'on yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq utayirni yod olgan kim? Bizning Navoiy bobo. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari bugun jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib. Ular yurtni marralar sari boshlar, berunilar bosgan izlarni bosib. Yurt bayrog'in kubroday mahkam tutib, yuksaklarga qadar uchgan yoshlarimiz. Boradirmiz, turmaymiz baxtni kutib, har jabhada zafar quchgan yoshlarimiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston